Mayit bilan gaplashib ish qilaman yuvayotganimda. Mayit eshitadilar. To janoza o'qilguncha quloqlari eshitadi. Ana qarang-da, shu o'zi musulmonchilikda farzandlar poklash kerak-da ota-onasini. Shunaqa joylar bor, Alloh asrasin, farzandlar kirmagan joylari bor. Pochchalari kirgan, kuyovlari kirgan. Bitta joyga borsam, bitta xotinda yonida turtib, teskari qara, yuvchi bilan ko'rishma, yuvchilar harom bo'ladi deydi. Haqiqiy ikkita narsa qattiq ko'z oldimda qolib ketgan. 16 yashar qiz yonib ketgan holatda. Endi uni ham yuvish kerak baribir. Elektrichkadan tok o'tib, hamma yoq kuyib ketgan. U kuygandan keyin odamlar bo'sh olovga tegsangiz kuygan hid chiqadi-yu. Mana kalla kuydiramiz-yu, shunaqa hid chiqadi odamlar hattoki, bo'sh pishib qoladi. Onam ham o'zim yuvganman, ikkita jigarimni ham yuvganman. Yuvishga yuvganman, chiroyli qilib yuvganman deb yuzini yopishga kelganda yopolmay, yig'lab, chidolmay dodlab o'tirganman. Men u duo qilganda aytaman-da o'zimga, g'assolga, go'rkoviga ishim tushsin. Kafansiz ketib qolganlar qancha bo'ldi? Poklanmaganlar qancha bo'ldi? Alloh asrasin. Tatuajlar bo'ladi. Endi hozir uning ustiga botoks chiqqan lavlarini ma'munda shirib olishadi. O'shanda ketishadi, biz unga hech narsa qila olmaymiz. O'y egalari kelib, sal ozgina go'daliroq edilar deydi. Mayli, Alloh berganicha-de, $1000 bo'lgan. Anqayib qolganman. Chiqqan odamlar juda qiyin poklash deyishadi. Rostdan men bitta joyga borib qoldim. Men o'shanda ko'rdim-da, Xudo asrasin ichkilikda ketib qolishdi. Mayit to'g'risini aytaman, cho'chqaga o'xshab qoladi. Pishib ketadimi?